Mashinasi bor akalar, yomg'irda dvorningiz yaxshi artmasdan rosa qiynalib yuribsizmi? Men sizlarga hozir dvornikni eng optim narxda topib qo'ydim akalar. Mana shu hamma shidadigan Malibu dvornimiz akalar atiga 20 ming so'mdan tashqari bizda Lexus bittali, ikkitali rezinkali dvorniklari ham bor ekan. Bu do'konda hamma narsa eng optim narxda. Akalar ishoninglar, men paketi bilan korobkasi ham qimmat bo'lsa kerak. 2 ming so'm narxi. Balon quratiradigan originallari 10 ming so'm. Asvejiterlarimiz optim narxda 20 ming so'm. Mana yangi kelgan takoy aromatlarimiz 5 ming so'm akalar. Ana seryozni akalar ishlatadiganlari 15 ming so'm. Lekin akalar, mashinasiga maza qilaman-da. Mana korobka, shisha, mana ip, idishlari bilan hisoblashingiz ham bunaqa narx turmaydi. 3 ming so'm atiga. Xullas shu do'konda ko'rib turgan hamma narsangiz faqat optim narxda, eng arzon narxda. Bemalol mashinasini kiyintirmoqchi bo'lgan, yaxshi narsalar sotmoqchi bo'lgan akalarga, yaqinlarga bu videoni tarqatib qo'yinglar. Agar videomizning kommentariyasi bomba bo'lib, eng ko'p kommentariy yozgan bitta akaga asvejiterlar xohlagan tanlovlarni bitta batarka qo'yamiz. Manzilni bitta tushuntirib yuboring aka. Manzil Sergeli Moshina bozor, balon qatoridan pastga tushganda 7-3-17 ro'parasida 65-do'kon. Do'konni ko'rib esa qo'yinglar akalar, Arion, kelaverasizlar.